uchun taklif etiladi. Ra'no Abdulhamidova, Toshkent viloyati. Va alaykum assalom. Raqam tanlaymiz. 13. Men seni hech qachon tashlab keta olmayman. Qanday qilib og'riqlarimdan keyin ko'z yoshlarim bilan quyilgan shodliklarimdan voz kechaman. Sen barcha o'g'il kutayotgan paytda tug'ilgan qiz bolaga o'xshaysan. Ha, sen tug'ilishi bilan yaqinlariga murojaat qilgan o'sha qiz bolasisan. Yaxshi bilaman, siz mening tug'ilishimni kutmadingiz va hech qaysingiz yoqtirmaysiz. Iltimos, mening ulg'ayishimga, chiroy ochishimga, sochlarimni o'stirib, kokil qilib tarashimga va qo'shiqlar kuylashimga imkoniyat bering. O'shanda ko'ramiz, yer yuzida meni sevib qolmaydigan odam topilarmikin? Sizga javob berish uchun 1 daqiqa vaqt. Marhamat, Ra'noxon. Men Malalaman asari. Malala Yusufzoy qalamiga mansub Malalaman asaridan olingan. Mening Dog'istonim. Kim edi Malala? Rasul Hamzat. O'qigansiz. Marhamat. Rasul Hamzatov qalamiga mansub Mening Dog'istonim asari Dog'iston yurti, avar xalqi haqida ma'lumot beradigan ajoyib asarlardan biri hisoblanadi. Rasul Hamzatov bu asarida men xuddi ovchiga, baliqchiga, chavandozga o'xshayman. Men fikrlarni izlab yuraman deb aytadi va o'zini oxuga, yana kiyikka o'xshatib fikrlar meni ba'zan quvib yuradi deydi. Mazkur asarni Rasul Hamzatovni o'z yurtiga qo'ygan haykali aytgan madhiyasi deb atashimiz mumkin. Bu Rasul Hamzatov asarida Rasul Hamzatov asosan avval xalqiga, dog'istonliklarga xos urf-odatlar haqida gapiradi hamda bunda biz asarda beshikdagi, chiroqdagi, ko'zadagi yozuvlar ilovasi bilan berilgan hikmatli so'zlarni o'qiymiz. Rasul Hamzatov shu hikmatli so'zlardan keyin ibratli hikoya va hayotidan olingan, o'zini otasi haqidagi yoki o'z boshidan kechirgan voqealar haqida ma'lumot berib o'tadi. Masalan, bu asarda shamdagi yozuv sifatida sham atrofini yondirish uchun nur sochadi deydi va iste'dod haqida gapiradi. Otasini oldiga bir kishi kelishi bilan bog'liq rivoyatni keltirib, iste'dodli inson yaratilmaydi, balki tug'iladi deb ma'lumot aytadi. Va Rasul Hamzatov Moskvada bo'lganda, Moskvada va dunyoning ko'plab shaharlarida bo'lar ekan, hamma shaharlar o'zicha chiroyli, lekin baribir meni Dog'istonimga teng kelolmaydi deb aytadi va o'rtamiyona yozuvchi asarga sarlavha qo'yish haqida ma'lumotlar gapirib, o'rtamiyona yozuvchi bo'lishdan chetlash kerak degan gapni aytib o'tadi. Vaqtimiz tugadi. Ra'no birinchi marta qatnashyapsiz menimcha. Ilgari ham qatnashganmisiz? Viloyat bosqichlari yoki saralashlarda? Birinchi qatnashishda respublikagacha keldingiz. Qoyil, juda yaxshi natija. Ko'pchilik birinchi martadan kelish qiyinda respublika bosqichiga. Qayerda o'qiysiz? Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat universitetida, O'zbek tili va adabiyoti universiteti. Birinchi kursmi? Yo'q, ikkinchi kursda. Ikkinchi kurs. Bitta qattiq qo'l domla bor deydi shu yerda, Bahodir Karim degan, taniysizmi? Ha. Bu baho olish qiyin. Bo'lmasman-ku, mehr muhabbatlar domla. Men aytyapman. Ularga odamlar. Universitet ikkinchi kursman dedingiz. Ikkinchi
Qaysi fakultet? Filologiya. Filologiya. O'zbek tili va adabiyoti universitetining talabasi endi bo'lg'usi professional degani shu sohada. Filolog. Siz ikkinchi kurs bo'lsangiz, deyarli professionalsiz. Shu nuqtai nazardan qarasak, Ali Xaltura Sog'inay Turkiston qayg'usini o'qigansizlar? Turkistonda ozodlik uchun kurash tarixi, xotiralar Ahmad Zaki Validiy asarini o'qigansizmi? Yo'q. O'qimagansiz. Yana xullas avtobiografik xarakterdagi asarlar ichida mening Dog'istonim bizning tili, uslubi bilan bu hozirgi aytgan asarlardan ko'ra ancha badiiy jihatdan yuksakroq asar. Kim tarjima qilgan buni? Siz ona bo'lg'isi filolog, professional sifatida so'rayapman, professional bo'lganingiz uchun. Men Erkin Vohidov tarjimasini o'qiganman. Birinchi qismi. Mutolaa platformasida. Erkin Vohidov to'liq tarjima qilmagan. Keyin Mutolaa platformasida berilgani asari chala edi, keyin uni audio kitobini eshitib to'latishga harakat qildim. Siz endi bo'lg'usi, yana ta'kidlayman, professional mutaxassis sifatida, masalan, kino ko'rsangiz, kinoning ssenariy muallifi kim, rejissyori kim, muharrir kim, tarjimon kim, siz boshqa e'tibor bermasa ham siz bilishingiz kerak. Chet el adabiyotidan tarjima qilingan asar bo'lsa, tarjimon kim, muharrir kim, boshqa e'tibor bermasa ham siz professional sifatida e'tibor berishingiz kerak, bilishingiz kerak. Asror Mo'min tarjima qilgan. Bir necha marta, 5-6 martalar qaytadan nashr qilindi. Xullas, yaxshi o'qiganingiz baribir bilindi. Sharhingizda men 38 ball qo'ydim. 38, 37, 37, 37 yu 3 umumiy ballingiz